Assalomu alaykum obunachilar. Bugun mini fermamiz Xudo xolasa ikkita bo'g'oz shpetlarimizdan keldi. Ko'rsatishni boshlaman. Bunisi akalar, biri bo'ylari 1.23, 2,5 oylik bo'g'oz, uzi syomkalari bor, yeb ishlari javob, sog'lom, yuvosh mol. Tutamlari, yelanlari mana. Yuvosh mol. Xudo xolasa ek yuradi ham buzgan. Shvet. Yeb ishlari javob, hamma yo'q zo'r xudo xolasa. 2,5 oylik bo'g'oz, 1.23 bo'ylari. Bunimizda narxini xudo xolasa 23.800.000 so'm qo'yamiz. Chami bor. Telefon qila olasizlar, gaplashib olamiz. Aloqaga chiqsanglar arzonroq qilib beramiz. Vodiy ichi dastavkalar tegiga vohiraga gaplashamiz. Kelishiladi. Orqa holatlari ham zo'r holatda, pastki holatda mana ko'rsanglar bo'ladi. Kasal emas, sog'lom mol, yeb ishi turgan mol. Orqalari. Oyoqlarda ham turishlari ham go'zal. Yana bittamiz bor mana. 7 oylik bo'g'oz, qo'l tegadi. Bemalol qo'l tegadi. Yuvosh mol. Mana. Yeridan qaranglar, 7 oylikda shuncha bo'lib turibdi. Hali xudo xolasa bundan ham katta sovg'aradi. Yuvosh mol. Tomlari ham zo'r, turishlari ham ikkita endi uzyapti. Buni 25 plyusga beramiz. 25. Yeb ishlari javob, sog'lom, to'rtmuchasi sog'. Xudo xolasa aybi yo'q, nuqsoni yo'q. Oyoqlari. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 28.500.000 so'm narx qo'yapmiz bunga. Ozgina xayri bor. Telefon qilasizlar, shu yerlar 7 oylik bo'g'oz bor. Obunachilar. Yeb ishlari javob, sog'lom mollar. Bugun mashinalar emas, yangi. Mollarimiz ham sotiladi. Sotiladi bular. Shu sotiladi. Bu sotiladi. Bu ikkosi sotiladi. Endi bu yerda bularimiz bor. Hamma sotiladi. Telefonga aloqaga chiqib, telefon qilaverasizlar, kelishamiz, hamma yo'q narxlarni aytib, xudo xolasa. Yana bo'ylarni o'lchab, yeb-ishlar hamma yo'qni tashlab berishga harakat qilamiz. Manzil: Andijon viloyati Marhamat tumani, Kamsamol qishlog'i. Telefon raqami 97 601 78 79. Ikkinchi raqam 97 169 70 16. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, mollarni chiroyli, go'zallaridan. Mana akalar.